Assalomu alaykum qadrdonlarim. 16-sentyabr Farg'ona Quvadagi 3 xonali uyimizni boshladik. Xo'sh, mana ko'rsat. Bu firmasi 620 ga eni uzunasi 10 bo'lyapti. Mana firmani ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham baquvvat bo'lyapti. Bemalol xohlagan nagruzkani ko'taradi. Mana ustalarimiz qormaylar. Bu tomonda profillari, xo'sh. Hozir kesilyapti, mana tikka qilib qo'yganmiz. Xo'sh, mana bu joyga bo'ladi, u oldiga ham qo'yiladi. Xullas, bitta katta koridor bo'ladi, bitta katta zal, ikkita kichkina xonasi, hojatxona, hammom hammasi ichida bo'ladi. Balandligi ichi 275 bo'ladi chista. Общий balandligi xo'sh 5 metrga yaqin bo'ladi firmalar bilan. Xullas, kuzatib boringlar. Bugun boshladik. Nasib bo'lsa 3 kunda podключ topshirib o'zimizda Samarqandga qaytib ketamiz.